Ko'rib turgan narsamiz serverda dastur ishlab turganda, dasturni shundoq to'xtatib turib, o'zi serverda nimalar bo'lyapti degan savolga javob topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda serverda ishlaydigan funksiya to'liq serverda ishlaydi. Bu ko'rinmaydi va shu yerda datalar kirib keladi. Biz ko'rishimiz bo'yicha mana bu yerda datalar, tillar va bu yerda mana shu shaklda ko'rishimiz mumkin, qanday protsess paydo bo'lib turgani. Ya'ni biz bundan oldingi videomizda ko'rsatgandik, klient saytdagi, ya'ni brauzerda ishlayib turgan kodni qanaqa qilib debag qilish bo'yicha. Endi bunisida hozirda Next'ni ichida, Next emas, umuman serverni ichida kodni qanaqa qilib debag qilish bo'yicha. Demak, serverda hozir qanaqa o'zgaruvchilar get brandlik, locale, uz kelyapti. Ya'ni hozirgi datamiz biz user kirgan data aniqrog'i o'zbek tilida xizmat ko'rsatyapti. Shuning uchun locale uz va tashqaridan bizga berilayotgan turgan data bor. Ya'ni serverda olingan, databasedan olingandir, boshqa joydan olingandir, shu ma'lumot bor va shu ma'lumot qanday bizga kirib kelyapti, ichida nimalari bor va uni kodni ichiga qanaqa qilib yoysak bo'ladi. Shu narsani hozir ko'rib, gaplashib o'tamiz. Bu nima deyiladi? Bu server side debugging deyiladi. Ya'ni kodni debug qilish, o'zi qanday ishlab turganlari, xatoliklari yo shunga o'xshagan narsalarni topish hisoblanadi. Xo'p, demak bizdagi hozirgi o'zim yaratgan kichkina muammoni nima desak bo'ladi? Demak, buni debaggerda davom ettiramiz. Debaggerni o'zi qanday qilib yoqdim? Bitta o'chiraman debaggerni va men hozir dev hop run qildim. Mana bu joyga e'tibor bermaysizlar, chunki Mac'ga yangi versiyasini o'rnatgandim. Beta versiyasi baglarga to'la ekan. Xo'p, menda nima bo'lyapti? Mana bu brendlarni ichiga bosganimda undefined ko'rsatyapti. Ya'ni bu brend ochaman. Bu yerda link bor va link qayerga ochish kerak? Brands bu turib undefined bo'lib qolyapti. Nega undefined bo'lib turganini bilolmayman, chunki menda client side, ya'ni bu yerda fetch request, ya'ni bu Next'ni o'zini va mana bu client saytiga, lekin qanaqadir funksionallikka oid cache yo'q, yo'q API yo'q, request yo'q. Ya'ni bu xavfsizlik uchun. Demak, brendlarni qayerda olib kelaman? Serverda olib kelaman, klientga render bo'lgan narsani beraman. Shu vaqtida menda nima bo'lyapti? Ma'lumot xato kelyapti. Ya'ni get brand link ishlamayapti. Ya'ni slugs. Bu nima? Brand datani ichida slugs ichiga qo'yilgan. Ya'ni slugs ichida uz, ru, kr degan narsa qaytadi va menda shu narsa qo'ysam ishlamayapti. Shuni nima uchunligini hozir ko'ramiz. Xo'p, buni developmentda run qildim. Terminalda emas, debuggerda run qilaman. Editorda launch next. Bu yerda ko'rishimiz ham mumkin bo'ladiki, next emas, VS Code ichida launch.json bor. Launch.json ichiga o'zinglar xohlagancha config qo'ysanglar bo'ladi. Workspace'da run qilishlar bo'yicha. Menda mana bu config, ya'ni default config. Default emas ekan, men o'zim qayerdandir olgandim buni, yozgandim ekan. Shunaqa. O'zinglar qanaqadir konfiguratsiya qilishinglar mumkin. Google'da buni konfiglari juda ham ko'p. Qanaqadir ranglicha, oliy qilib, anaqa qiladigan. Demak, buni yopamiz. Demak, debuggerni ochamiz va shu yerdan run qilaman. Hop, bizda ishlayapti ekan o'zi debugger. Men o'chdi va qaytadan yo'qoldi. Hop, qaytadan yoqdim va menda ishladi. Bu yerda ishlayapti. Hop, bitta reload birinchi sahifani yuklashiga, ya'ni render qilishiga compiling bo'lyapti bu jarayonda. Compilingdan so'ng menda nima bor ekan? Ikkita breakpoint bor ekan, lekin bular hozirgi narsaga aloqasi yo'q bo'lgani uchun u breakpointda to'xtatmayapti. Hop, yaxshi. Demak, ishga tushdi. Ana endi men ko'radigan bo'lsam, bu yerda haliyam undefined. Demak, bizni kodimiz bu yerda turibdi va mana bu brendlikni olyapti va puli to'langanlar bo'lsa alohida link, puli to'lanmaganlar bo'lsa boshqa link. Slugs degan joydan olyapti. Lekin slugs ichidan uzni olyaptimi, runi olyaptimi, biz buni bilolmay qolyapmiz. Balki boshqacha til olib qo'yib turgandir, shuning uchun undefined chiqib turgandir. Ya'ni backend bizga shunaqa interfeys bergan. Hop, ana endi bu yerga breakpoint qo'ydim va qaytadan reload qilaman. Va avtomatik bu yoqda ochdi va server ishlab turgan joyda shu yerda bitta stop berdi. Ya'ni stop berishi shu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni locale hozircha chekkalardan, variabledan ko'rishingiz mumkin. Oldingi videomizda brauzerda shunaqa imkoniyat bor edi. Bunda editorda shunaqa imkoniyat bor. Serverda shunaqa imkoniyat bor. Xo'p, birinchi variablelardan blok
Ya'ni birinchi blokimiz ichida locale undefined chunki ular hali bo'lmadi, lekin init qilingan, lekin bo'lmadi. Keyingisida o'tamiz locale o'z. Demak, biz o'zbek tilidan run qilgan ekanmiz. Bu to'g'ri. Xo'p, keyingisi branding bu funksiyani shunchaki tashlab ketadi, kerakli vaqtda ishlatadi va bu yerda kelyapti. Xo'p, mana shu yerda biz bilishimiz mumkin, mana bu joyga locale qo'yilyapti. Uz, mana VS Code'da o'zi ham chiqarib beradi. O'zi mana bu joyni ichida brend bu har xil ma'lumot kelgani uchun hozir ko'rsatmaydi, no bizda aniq variablelardan locale bor. Endi mana bu funksiya ishlab turgandan bo'lak bu yerga alohida aniq qo'yishimiz mumkin, debugga qo'yishimiz mumkin, lekin men bu yerdan ishlab turgan bilaman, bu brands ichida Slags degan ma'lumotni ichida uz degani demak ishlashi kerak hozir. Chunki uz Slags ichidan uz bo'lishi kerak. Demak, localni ochamiz, data bizga kirib kelib turgan lokalniy datani va birincisini ochamiz. Xo'p, birinchisi Apple. Apple bizda puli to'langanlardan. Hop, 6-chisini ochaman. Nima ekan bu? Board. Endi buni ichida Slack. A, mana shu yerda xatolik ketgan. Shu yerda ko'rsangiz mumkin. Mana bu yerda Slags deb yozilgan, bu yerda Slaggo kelyapti. Demak, men kirib tipni to'g'irlab qo'yaman. Slack test emas, Slack qilib to'g'irlab qo'yaman va bu yerda error beradi va mana bundoq qilaman. Ana endi yana davom ettiramiz. Hop, yaxshi. Demak, tushdi. Ana endi ishlagan bo'lishi kerak. Undefined bu yerga yaxshi, mana buni o'chirib qo'yaman hozir, chunki men xatolikni topdim va reload. Hop. Nima uchun serverda? Chunki serverda ishlab oladi. Shuning uchun ana endi birinchi Huawei 55 degan narsa chiqyapti. Demak, hammasi chiqyapti. Demak, bu linkimiz ishladi va problem solved. Xo'p, umuman shunaqa qilib qilinadi. Xohlagan joyimizga mana bu chekkaga breakpoint qo'yish orqali biz o'sha joylarni to'xtatib olib, misol uchun funksiyani ichida ham to'xtatishimiz mumkin mana bunaqa qilib va shu joyda har bir ishlaganda 12 ta brendni 12 marta aniq qiladi, ya'ni brenddan aylanib chiqadi. Va chekkada breakpoints bor bo'lgan joyda ko'rishimiz mumkin. Breakpoints biz hozirda 2 ta qo'ydik, 2 tasi aktiv holatda ko'rsatyapti. Men bu ikkalasini o'chirib yuboraman, chunki umuman boshqa pejga tegishli bo'lgan joylarda debug qo'yganman men. No, debagger bilan men aktiv ishlayman, chunki server saytida hamma protsessni ushlab turish juda ham muhim bo'ladi. Nima kelyapti, nima kelmayapti, nima xato ketyapti, nimadir ko'p o'qib yuboryapti, memory leak bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalarni to'g'rilash uchun. Va bu yerda bularni o'chiraman, aktivlashtirishni o'chirib qo'yaman. Ya'ni bu yerda qizil edi, lekin men buni disable qilib qo'ydim, ishlamay turishi uchun. Kerakli paytda yana ishlataman, mana bundoq qilib qo'yib qo'ydim. Lekin endi buni qayta yozmayman, shuning uchun bu kerak emas. Bu yerda call stack bor, next ishlayib turgan joyda. Bu yerda watch bor, nimagadir watch ishlatmagan ekanman. No call stack kerak bo'lib qoladi qachondir. Next'da men unchaga ishim tushmadi. Qayta chaqiriladigan funksiyalar bo'lsa, memory leak yoki CPU leakni oldini olish uchun ishlatish mumkindir. No, memory leak bo'lganda men uni boshqa narsadan topgandim. Xo'p, umuman olganda shunday, shunaqa qilib debug qilib, xohlagancha server saytiga qo'yib, tiplarini debug qilish mumkin. Bu judayam kerakli va front-endda nafaqat client side va server side kodlari yozish kerak, SEO kerak bo'ladigan joyda, search engine optimization kerak bo'ladigan joyda. Sababiki client side yoziladigan joylar, misol uchun adminga bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan qanaqadir SEOga muhim bo'lmagan narsalar bo'lishi mumkin. Misol uchun dashbord bo'lsa, SEOga kerak emas. Plyus dashbord agar Next'da ko'taradigan bo'lsangiz, bekorga serverga katta to'lov qilingani qoladi. Chunki Next server talab qiladi, dashbordda просто IP chaqiriladi, backend ishlash yetadi. Qolgani klientda turaveradi. Klientni o'zi run qilaveradi. Dashbordlarga ham aytaylik, bitta firmada 10 ta dashbord bo'lsa, 10 tasini Next'ga to'g'irlab qo'yilsa, bekorga $1000, $2000 serverga to'lashga to'g'ri keladi. Undan ko'ra, oddiygina React qilib turib, qo'yib qo'yish kerak, client side qilib, baribir ishchilar ishlatadi shu narsani. Shunaqa. Xo'p, agar savollar bo'lsa, bunga yozishinglar mumkin. Pastda Telegram kanalimiz bor. U yerda maqolalar, postlar yozib turamiz. Qanaqadir o'zimizga kerakli bo'ladigan yoki o'zimiz yangi deb topgan yoki biladigan narsamizni. Xo'p, videoga kommentariy yozsangiz, shunaqa videolar ko'proq chiqishi va like bosish sizdan chiqmasa, agar savollar bo'lsa, bemalol kommentariyalar ochiq, nima deymiz, salomat bo'linglar.